Katta balık kaçırdım hadi ben daha. Balaçalı. Anca getiriyor da kaçırıp koydu. Ha ne de nasıl yok geliyor. Size verir mi size? Orada. Rezultat oldu mu? Keyin? Çıkıp gitti mi? Var bana yergen var. Mayda da mayda. Nechta oldu? Uchta. Nimaga bunaqa kreslolarga, bunaqa narsalarga katta baliq tushmayapti? Xudo olasa tushib qoladi. Tushadi. Hamma sharoit bor, baliq yo'q. Shu. Katta qo'shirilgan baliqlar, ha? Nima qo'rqib saqladi? Kasal bo'libdi-ku. Ya. Kasal ekan ya. Katta balık ushlaganda afishina qanday bo'ldi? Zo'rmi? Tadı değil mi ya? Karpovik nomasçı. Qanday dam edi ona?
Patsak vereyim, üçleyelim mi? Oğlum güzel uçluk. Bulak var mı? Üçlerle öptürdü sırtımda. Ne gün? Bunu ülke vereyim, üçle vereyim. Bu Tekrar kar- verir misin? Böme yaptı ne bu Tamam, bula? vereyim mi? Da bakşa soğuk gelin. Ne tatlısı soğuk değil. Böyle koyuyorum ama üçle bolamak ya sıra veremem. Üçle vereyim. Genelikçe oraya ver. Ana şuna. Nabaz kayıt getiriyor. Hmm. Nabaz kayıt getiriyor. Ayşman abi de. Ayşe ne mi? Kaç yaşa mı? Hazır orta sonu bol paket öyle onu. Ana söyle. Mana shu odam yutdi turnirda. Prizga qancha oldingiz? 5 kilo baliq bilan pul mukofot. Qancha? 500. Ha. 500 ming bilan 5 kilo baliq mukofot olibdi mana baliqlar. Mayli, sog' bo'ling. Omad keyingi ishlaringizga. Mayli, rahmat. Ha, sog' bo'ling. Turnir ham yakunlandi. Hamma yig'ishtiryapti. G'olib aniqlandi. Hakim buva, Baba, qachon endi? endi nasibsa shanba akşam yana o'tiraman. Turnirmi yo shundaymi? Shunday o'tiraman. Shunday, ha? Chaqchaq qilib, aka uka bo'lib o'tiraman. Nasib bo'lsa. Mayli, sog' bo'ling, Hakim buva. Rahmat. Mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu Yaxshimisizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ov qanday bo'lyapti ov? O'g'limiz yaxshi, Xudoga shukr. Mana bugun ozgina mahalliy musobaqa tashkillashtirdik. Shu Samarqand shahar, Samarqand baliqchilari hammalari yig'ilishgan. Davramiz chiroyli bo'lyapti. Baliqlar 3 kilo, 4 kilolik, 5 kilolik baliqlar chiqdi, sazanlar, karaslar chiqib turibdi. Hamma narsa sharoitlar zo'r. Natijalar qanday bo'ldi, natijalar? Natijalar yaxshi, Xudoga shukr. Kimdadir 3 ta, kimdadir 2 ta chiqib turibdi. Yovmas. Sazan balig'i haqida qanaqa fikrdasiz? Nima deya olasiz? Endi sazan balig'i mana urug'likka kiryapti ikrada. Endi bu suv havzasiga bular bilmadim qanaqa sharoitni, lekin dikilarda уже zapret ham boshlab qoldi. Dikida zapret boshlandi. Endi xudo xolasa bir 45 kundan keyin, birinchi iyundan keyin xudo xolasa baliq ovi yana davom etadi. Ilonbosh tuzoq haqida nima deysiz? Ilonbosh hozir endi nasib bo'lsa havo issiq bo'lgandan keyin ular уже aktiv bo'ladi, уже ikrani nima qilishi. Ular ilonbosh birinchi ochirib qanday desam, u malogi bilan birga yuradi. Birga yuradi. U o'sha payt yemaydi va hech nima qilmaydi, u ikra payti.
Ha. U maligoldda yuradi. U qo'ymaydi hech nimani. Kerak bitta urdagan bo'lsa, o'shani nima qiladi, apadat qiladi urdaga ham. Olida nima? Suda ikki mahal ikratadi. Bahorda, kuzda, vobla bilan birga. 2 marta. 2 marta. Sudak bilan vobla 2 marta tayyorlaydi. Qolgan baliqlar bir marta bo'lsa, sudak bilan vobla 2 marta Ikra qo'yadi. ikratadi. Endi mana bu joylarga da kelishimiz, mana yig'ilishib, aka-ukalar bilan bir xursand bo'lib, maqlib, Zapret paytida zapret paytida, nima paytida yig'ilishib, nima qilib, aka-ukalar bilan nima qilamiz? Tak. Sadam ustidan nima qilib, mana xishnikda masalan. Sudak. Balig'i birinchi ushlaganim 12 kilolik sudak ushlaganman. Haydar ko'lda. Birinchi ushlaganim. bu sizni pazinoyingiz ham xishnik ha? Birinchi ushlaganim 12 kilolik sudak taki tushgan. U payt mana spini, unaqa narsalar yo'q edi. To'g'ri Fahmid aka, bu degani bu bir 15 yil balki 20 yil bo'libdi bu gaplar. Undan keyin mana akam bilan ancha joylarga yurganmiz. Mana shu yerda laqqa ham bor deydi ha? Bor, laqqa ham bor. Bu joy vaqtida karyer bo'lgan. Ha. Bu o'sha broshini karyer bo'lgan, shunda laqqalar ham bor, katta laqqalar ham bor. 12 kilolikda laqqa chiqardilar. Atak bu karyer bo'lganda, karyer. Atak Svetli kanal bor edi. O'tgan Lakati degan joy bor shunda. Qarabga binonoshlardiki, o'zbeklar chariblar. Ana shu bahorda shu. Bu ariqqa bir nima bo'lsa, 3 yil turib bo'lgan. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Bu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Hammaga baliqchilarga omad, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sizlarga ham omad. Mecbur qalmoqda ushlanglar, baxshi nimada ushlamaydi. Nasib bo'lsa. Mayli, sog' bo'linglar.